bo'yin, bel qismida osteoxondroz, disk churrasi, ya'ni grejasi bor bo'lgan insonlarimiz uchun foydali va zararli mashqlar to'g'risida gaplashamiz. Undan avval ushbu ma'lumotlar haqida bilib olishingiz shart. Umurtqa pog'onasining asosan 3 qismi bor. Bo'yin, ko'krak, bel qismi. Aynan shu qismlar tanamizni ko'tarib yurishimizda va og'ir mashqlar qilishimizda, og'irliklar ko'tarishimizda asosan shu qismlar katta rol o'ynaydi. Aynan shu qismlar uchun alohida mashqlar ko'rsatib o'taman. Umurtqa pog'onasi og'riganda yoki kasallanganda biz eng ko'p foydalanadigan narsa og'riq qoldiruvchi mas yoki og'riq qoldiruvchi tabletka. Buni hammasi bilinglar vaqtincha hisoblanadi. Asosan umurtqa pog'onasi kasalliklari uchun eng samarali davo usuli bu hozir men sizlarga ko'rsatadigan jismoniy mashqlar. Bizning sentrimizda muolajalarimizdan tashqari shifolanuvchilarimiz uchun aynan men o'zim ular uchun kerakli mashqlarni ko'rsatib o'taman. Demak, mashqlarni ko'rsatishni boshlayman. Ketdik. Demak, birinchi kerakli bo'lgan mashqlarimizdan bittasi ikkita qo'lni bir-biriga mana shu ushlaymiz, mana ushlagan holatda ozgina bir-biri bilan itarib turamiz bir-biriga, mana itargan holatda mana shu bo'yinni aylantiramiz. Bir narsaga yaxshilab e'tibor qilinglar, mashq bajarganda bosh orqaga aylantirib bajarish mumkin emas. Uni faqat oldinga xuddi ko'rsatganimda aylantirasizlar. Ikkinchi mashq ko'krak qismi uchun bajariladi. Bo'yin qismida, bel qismida grejasi bor bo'lganlar, sizlar har qanday holatda yugurish zararli mashq hisoblanadi. Hozir ko'krak qismiga ishlanadigan mashq ko'rsatib o'taman. Ko'rsatilgan holatdagidek 4 oyoqlab turib olamiz va birinchi bo'lib tirsaklarimizni ko'taramiz, keyin ko'krak qismi ko'tariladi va yelkalar ham ozgina tepaga ko'tarilgan bo'lishi kerak. Bosh pastga ham tepaga ham qaralmaydi, xuddi shunday qilinadi. Bu mashq umurtqa pog'onasidagi orqa kurak osteoxondrozi uchun foydali va bu mashqqa 5 marotabadan 2-3 marotaba qaytarib qilasizlar. Demak, sizlar bilan 3-mashq qiladigan bo'lsak, bel grejasi, bel og'riqlari uchun bajariladigan mashqda xuddi pastga qarab yotib olamiz, ikkita qo'limizni boshimizga yostiq qilamiz va bitta oyog'imizni xuddi shunaqa holatda ko'taramiz, 3 sekund ushlab turamiz, ya'ni 3 soniya ushlab turamiz. Ikkita oyog'imizni ham 5 marotabadan ko'tarib 3 soniya ushlab turamiz. Bu bel grejasi uchun eng samarali mashq hisoblanadi. 4-mashq asosiy mashqimizni ko'rsatadigan bo'lsam, bel kurak bo'yin qismi uchun bajariladigan mashq. Menimcha ko'rib turibsizlar, yaxshi tushunarli bo'lyapti. Asosan belni tekis qilib ushlashingiz shart. Bu mashq hamma umurtqa pog'onasidagi kasalliklar uchun foydali hisoblanadi. Buni ham iloji boricha 20 sekund, 15 sekunddan ushlab turishga harakat qilinglar va 4-5 marotaba bajarsanglar, faqat sizlar uchun foyda bo'ladi azizlar. Ko'rsatib o'tgan mashqlarim umurtqa pog'onasi uchun eng samarali mashqlar hisoblanadi. Har kuni ertalab uyingizda xuddi aytib o'tgan vaqtdagidek bajarib borsangiz, umurtqa pog'onasidagi hamma kasalliklarga shifo bo'ladi. Bajarib ko'ringlar.